Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal günlük haberlerini görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanamsızda qıtanlar ekranımız olsun. Xitoy bilan Hindiston Himalaya tog'ida undinsiz tirkashmoqda. Xitoy bilan Hindiston Himalaya tog'idagi talash-tartish bo'layotgan chegara bo'yida yangi yo'l va ko'vrik selish, zamonaviy harbiy gazarma va puhralar ul aslahalarini selish orqali undinsiz tirkashmoqda. Fransiya Xalqaro radiosining 5-maydagi xabarida bildirilishicha, oldingi oyda Xitoy Hindistonning Arunachal Pradesh o'lkasiga joylashgan Zemitangning nomini Babanga o'zgartgan. Şunun bilan bir vaqtda yana Arunachal Pradeshdagi boshqa kanatdagi bir o'rinning nomini o'zgartganligini e'lon qilgan bo'lib, yangidekli Xitoyga qat'iy yo'l qo'ymagan. Vaqadan keyin Hindiston Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi darhol bayonot e'lon qilib, Arunachal Pradesh Hindistonning ayrilmas territoriyasi bo'lib keldi. Bundan keyinmi mangu shundoq bo'ladi. Bir qancha yernomini qayta o'zgartirishga urinish hozirgi holatni o'zgartirmaydi degan. Bildirilishicha, Xitoy ishg'oliyatidagi Tibetning janubi deb atalgan Arunachal Pradesh Tibet madaniyat alohidaligiga o'xshash bo'lib, bu yerning yer shakli tik tog' eg'izi dengiz yuzidan 4750 metr egiz ekan. Bu yer har yili 5-oygacha qor bilan qoplangan holda turadi ekan. Tog' etiki quyuq o'rmonlik bo'lib, bu yerda urush qilish nihoyatda qiyin ekan. Xitoy bilan Hindiston bu rayonda o'zlarining mavjudligini kuchaytirish uchun ul aslaha qurilishiga mablag' solgan. Xitoyning bu rayonda harbiy va xalq binolarini kengaytirish qilmishi yangideklining andisini qo'zg'agan bo'lib, Modi hukumati Xitoyga qarshi cho'ng qurilish planini yo'lga qo'ygan edi. Undan boshqa Hindiston bu rayonga chorlig'icha boshqariladigan bomba Chinook aeroplani, Amerika ishlab chiqargan tik uchar va uchquchisiz aeroplan o'rinlashtirgan. Ma'lum bo'lishicha, Shi Jinping davrida Xitoyning tajovuzchilik kengayishiga duch kelgan Hindiston Amerika, Avstraliya va Yaponiya birlikda qurgan 4 davlat ittifoqiga qo'shilgan. Xitoyning Zemitang rayonining nomini o'zgartganligi to'g'risidagi xabar tarqalib, uzun o'tmay Hindistonning ichki ishlar ministri Amit Shah chegara rayonida yashaydigan fuqarolar uchun 585 million dollarlik hayotiy kuchga to'lgan yezi programmasini yo'lga qo'ygan edi. Xitoy, Pokiston, Afg'oniston uch taraflik suhbati boshlandi. Xitoy va Pokistonning tashqi ishlar ministrlari Afg'oniston bilan Pokistonda uch taraflik suhbat boshladi. Amerika ovozining 5-maydagi xabarida bildirilishicha, Xitoy, Pokiston, Afg'oniston uch taraflik suhbati boshlangan bo'lib, suhbatda Xitoy tashqi ishlar ministri Qin Gang, Afg'oniston Islom Amirligi tashqi ishlar ministri Amirxon Muttaqi va Pokiston amaldorlari ayrim ko'rishdi ekan. Bildirilishicha, Xitoy xalqaro jamiyatni Afg'oniston hukumati bilan davomli suhbatlashishga chaqirib qolmasdan, yana Talibanni mo'tadil hukumat qurib, qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatni taraqqiy qildirishga va atalmish terrorlikqa qarshi turishga chaqirib kelgan. Qin Gang uch taraf suhbatiga qatnashgandan boshqa Pokiston tashqi ishlar ministri Bilawal Bhutto Zardari bilan Xitoy Pokiston tashqi ishlar ministrlari strategik dialogining 4-aylanma suhbatiga riyosatchilik qiladi ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bu ikki davlatni mangulik strategik sherik va chin do'stlar deb tasvirlagan. Bildirilishicha, oldingi oyda Xitoy o'zining taraqqiyot planining bexatarlik vaziyatini yaxshilashga bog'liq ekanligini ta'kidlagan bo'lib, Afg'oniston Islom Amirligini indakka keltirishga urinmoqda ekan. Ma'lum bo'lishicha, oldingi oyda Xitoyning Afg'oniston masalasidagi maydoni mavzuliq 11 moddalik siyosat hujjati e'lon qilgan bo'lib, mazkur hujjatda Xitoy tashqi ishlar ministrligi bexatarlik taraqqiyotning asosiy va oldingi sharti ekanligi haqida jar solgan. Kanada tashqi ishlar ministri Xitoy diplomatlarini qo'g'lab chiqarishni o'ylashganligini bildirdi. Amerika ovozining 5-maydagi xabarida bildirilishicha, axborot organining dokladida Xitoy diplomatlari Kanada o'qituvchi parlament a'zosi Michael Chongning tuqqanlarining ma'lumoti haqida uchur elishga uringanligi sababli Xitoyning Kanadada turishliq bir qancha diplomatini chegaradan qo'g'lab chiqarishni o'ylashgan. Xabarda qayd qilinishicha, Kanada tashqi ishlar ministri Melanie Jolie Kanada parlamenti qarmog'idagi komitetga Kanada muavin tashqi ishlar ministri Xitoyning Kanadada turishliq bosh elchisi Song Peiyoni chaqirtib, Kanadaning bundaq aralashishga yo'l qo'ymaydiganligini aniq o'tirg'a qo'ygan. Michael Chong yana Xitoy diplomati darhol Kanadadan ayrilishi kerak. Xitoy diplomatining texnicha Kanadadan ayrilishi talab qilinmaganligini tushungili bo'lmaydi degan. U yana, agar biz bu qatim qo'g'lab chiqarish harakatini ishga solmaydigan bo'lsak,
dunyodagi har bir mustabid davlatga Kanada fuqarolariga chet elning aralashishi uchun eshik ochiq ekanligi haqida bishorat bergan bo'lamiz degan. O'qitishi parlament a'zolarining talabi to'g'risida Tashqi ishlar ministri Joli biz Xitoy diplomatlarini qo'g'lab chiqarish masalasida o'xshamagan usullarni o'ylashyapmiz degan. Ma'lum bo'lishicha, Kanada parlamenti Michael Chung 2021-yili o'ttirg'a qo'ygan taklifni ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga qarata ijro qilayotgan bostirish qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan bo'lib, Xitoy shuningdek keyinla Michael Chungga jazo yurgizganligini e'lon qilgan. Xitoy axborot organlarimi Michael Chungning tuqqanlariga tahdid solgan. Iranning Saudiya Arabistondagi konsulxonalarining xizmati asliga keltirildi. İran Tashqi ishlar ministrligi Iranning Saudiya Arabistonda turishliq elchixona va konsulxonalarining xizmatining asliga kelganligini bildirdi. İran Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Kanani Iranning Saudiya Arabistonning Riyod va Jiddada turishliq 3 diplomatiya organining xizmatini asliga keltirganligini aytgan. U buning İran diplomatiya apparatlarining xizmatini asliga keltirishning birinchi bosqichi ekanligini, bu apparatlarning buningdan burun belgilangan muhlatda umumyuzlik xizmatni boshlashini umid qilganligini bildirgan. Kanani shu kundagi muxbirlarni kutib olish yig'inida bu 3 diplomatiya organining Iranning Riyoddagi bosh elchixonasi, Iranning Jiddadagi bosh konsulxonasi va Iranning Islom hamkorlik tashkiloti vakolatxonasi ekanligini bildirgan. Saudiya Arabiston bilan Iran 2016-yili diplomatik munosabatni o'zgan bo'lib, bu yil 3-oyning 6-kundan 10-kunigacha Beyjingda suhbat o'tkazib, Xitoy Saudiya Arabiston Iran 3 taraf birlashma bayonot imzolab, Saudiya Arabiston Iran ikki tarafning diplomatik munosabatni asliga keltirishga qo'shilganligini jakarlagan edi va 6-aprel Saudiya Arabiston Iran ikki taraf qo'shim bayonot imzolab, ikki tarafning shu kundan boshlab tashqi ishlar munosabatlarini asliga keltirganligini e'lon qilgan edi. Xitoy Amerikaning Tayvanga qurol setishini tanqid qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mauning Amerikaning Tayvanga qurol-yarog' setishining bir Xitoy prinsipiga va imzo qo'ygan 3 birlashma xitobnomaga xiloflik qilganlik ekanligini bildirib, Amerikaning Tayvanni bomba bakiga aylantirganligini aytdi. Xinhua agentligining xabariga asoslanganda bayonotchi Mauning Amerika va Tayvan doiralarining maxfiy harbiy kelishimlarini ko'paytirayotganligi, Tayvan jamiyatining har qaysi sohalaridagi kishilarning bo'lsa to'qinishni qo'g'lashayotganlarga qarshi ekanligi haqida jar solgan. Bayonotchi Mauning yana Tayvan xalqini qaymoqtirish uchun bu kelishimlarning Tayvan xalqi uchun avarichilikdan boshqa narsa emasligini bildirib, mustaqillik uchun Amerikadan yordam talab qilgan va shaytonning darvozasini ochganlarga qarshi turishi kerakligini bildirib, Tayvan yoshlarining bu iqimning kayniga kirib ketmasligini talab qilgan. U yana Tayvandagi Demokratik taraqqiyot partiyasi doiralariga xitob qilib, ularning xalqning ovoziga quloq solishi kerakligini, shaxsiy manfaatini deb Tayvanlik yurtdoshlarimizning asosiy manfaatiga Tayvan hamda Tayvan bo'g'izida jiddiylik keltirib chiqaradigan omillarni paydo qilishni to'xtatishi kerak deb bildirdi. U yana tahdid selib, Xitoy tarafining egilik huquqi va bexatarlik manfaatini qat'iy qo'g'dash uchun kuchlik va qat'iy tadbir qo'llanadiganligiga ishorat qilib, Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligiga buzg'unchilik qilish oqibatiga navbatdagi hokimiyatning sababchi bo'ladiganligi va ularning xato qilmishlari uchun xalqning badal to'lab qoladiganligini bildirdi. Pompeo Shimoliy Koreyaning orqasidagi kuchning Xitoy ekanligini ilgari surdi. Amerika Markaziy istixborot idorasining sobiq amaldori va sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Washington vaqt gazetining ziyoratini qabul qildi. Mike Pompeo Biden hukumatining Xitoy bilan Shimoliy Koreyaning yadro qurollari planining bog'lanishi to'g'risida texmo aniq bo'lishi kerakligini, Amerika Xitoy bilan Shimoliy Koreyani bir gavdining bir qismi deb qarashi kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Pompeo suhbat ziyoratidagi so'zida biz yadro programmalarining o'zaro munosabatlik ekanligini o'ylanishimiz kerak. Amerika va uning ittifoqdoshlari Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Unning yadro qurollari masalasidagi harakatlarida Xitoy Kommunist partiyasini javobgar deb qarashi kerak dedi. Pompeo yana Biden hukumatining yadro qurollariga ega suvosti paraxodini yaqinda Janubiy Koreyaga o'rinlashtirishning Shimoliy Koreyaga bo'lgan yadro andisining kuchayishi va Xitoyning Tayvanga qaratgan tajovuzchilik harakatiga qarata bir inkos ekanligini bildirdi. Pompeo Amerika prezidenti Joe Bidenning Osiyodagi diplomatiya siyosatini tanqid qilib, Amerikaning Xitoy, Rossiya va Shimoliy Koreya qatorliq dushmanlarining tajovuzchiligiga tutgan pozitsiyasining bek ojiz va nishonsiz ekanligini bildirdi. Pompeo yana Amerikaning bexatarlik tushunchasi haqida to'xtalib,
Amerikaning bexatarlik tushunchasining asosliq ideyasi tahdidni yo'qotishga tayindi. Ukrainaga qilingan uchoq-tushak hujumlar haqida gap qilishga boshlagan vaqtingizda yoki Afg'onistonda 13 amerikalikning o'ldirilishiga ruxsat qilganingizda yoki Xitoyning josuslik sharlarining davlatingizda 5 kun uchishiga ruxsat qilib, hech ish qilmagan vaqtingizda bular nachar kishilarni ilhomlantirdi dedi. Va so'zini davomlashtirib, Ironliklar ruslarga uchquchsiz aeroplan sotganda siz Ironliklar bilan yadro kelishimi to'g'risida suhbatlashish uchun o'ltirsangiz, agar Xitoy raisi Shi Jinping yoki Shimoliy Koreya raisi Kim Jong-un buni ko'rsa, uchuq deyishimiz kerakki, bu yerda rahbarlik qilishga tayyorlangan Amerika yo'q deb o'ylaydi. Bu rayon uchun asosli xatar tartibni buzmoqchi bo'lganlarni qattiq bartaraf qila oladigan Amerikaning muvofiq rahbarligining bo'lmasligidir dedi. Xitoyning Pyongyangning yadro programmasini qo'llaydigan yoki qo'llamaydiganligi haqida so'ralganda, Pompeo bu bir qaltis savol. Shi Jinping bilan Kim Jong-unning bu masalada yaqin munosabat tarixi bor dedi. Pompeo yana har qanday ko'rishish urinishlarining Xitoy Shimoliy Koreya munosabatining chunqurligini o'ylashgan asosda bo'lishi kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.